Talabalar kibersport o'yinlari Respublika chempionatining 2-kuni. Farg'ona davlat texnika universiteti mezbonlik qilayotgan final bosqich bahslari ishtirokchilarining qiziqarli kurashlari bilan o'tmoqda. Dota 2 musobaqalarida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, Xorazm, Buxoro viloyatlari jamoalari nimchorak finalda raqiblarini mag'lub etib, chorak finalga yo'l olishdi. Yoshlarning sevimli o'yinlaridan bo'lgan Counter Strike 2 bahslari ham qizg'in ruhda davom etmoqda. Birinchi kungi o'yinlardan keyin Jizzax, Andijon, Buxoro, Samarqand viloyati, Toshkent shahri hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ikkinchi kungi o'yinlar davomida futbol bellashuvlarida Farg'ona jamoasi vakili Toshkent shahar a'zosini mag'lub etishning uddasidan chiqdi hamda yarim finalga yo'l oldi. Hozirgi paytda kibersportga juda ham yaxshi urg'u berilyapti. Juda ham rivojlanyapti bu narsa. Jarayon zo'r ketyapti. Ishtirokchilar juda ham kuchli. Hozirgi paytda Toshkent shahar bilan o'ynadim. Yutdim, lekin oson yutmadim. Haqiqatan raqib kuchli edi. Bu tan olish kerak. Bu Toshkentdan yaxshi o'yinchilar keladi, o'z bilaman avvaldan. Do'stlar orasida tajriba almashuv bo'lyapti. Qolgan kibersport disiplinalari ham yaxshi ketyapti. Qizlarni o'zida jamlagan Just Dance, ya'ni raqs bellashuvlari murosasiz o'tmoqda. Mezbonlardan tashqari Andijon, Toshkent, Buxoro, Surxondaryo viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va poytaxtlik talaba qizlar Just Dance'ning ilk bosqichidan muvaffaqiyatli o'tdilar. Qozon shahrida 2024-yilda bo'lib o'tgan kelajak o'yinlarda muhtaram prezidentimiz O'zbekistonda ham kelajak o'yinlari o'tkaziladi deb taklif bildirgan edilar. Bu esa bizga juda ham katta motivatsiya berdi. Bundan tashqari mana Dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida kibersport o'yinlari tashkil qilindi. Dota 2 va Counter Strike bo'yicha g'olib jamoalar 60 million so'mgacha, futbol va Just Dance bo'yicha g'oliblar esa 20 million so'mgacha bo'lgan mablag'lar bilan taqdirlanadi. Shuningdek, ular xalqaro kibersport musobaqalarida O'zbekiston sharafini himoya qilishadi. Eslatib o'tamiz, musobaqaning final o'yinlari 25-iyun kuni Eko shahar amfiteatrida bo'lib o'tadi.